Pasportida Amerika vizasi bo'lib turib, Angliya elchixonasidan 2 marta отказ olgan mijozimizga vizalarni olib berdik. Yaqinda bir akamiz bizga murojaat qilgandilar, o'zlari vizaga hujjat topshirib, Angliya elchixonasidan 2 marta отказ olgan ekanlar. Ularning hujjatlarini va отказ qog'ozlarini ko'rib chiqqanimizda shuni tushunib yetdikki, отказ mazmunida ular moliyaviy holatni ko'rsatib bera olmagan va daromad manbai qayerdan kelayotganini to'g'ri ko'rsatmaganligi uchun ketma-ket 2 marta отказ olgan ekanlar. Akamiz o'ylaganlarki, pasportimda Amerika va Schengen vizalarim bo'lsa, Angliya elchixonasi menga bemalol vizani beradi deb o'ylagan, lekin bunaqa vizalaringiz bo'lib turib ham hujjatlaringizni to'g'ri tayyorlab, daromad manbaingizni va moliyaviy holatlaringizni, O'zbekistonga qaytishingiz va bog'liqlik nuqtalaringizni to'g'ri ko'rsatib bera olmaydigan bo'lsangiz, qanaqa vizangiz bo'lishidan qat'iy nazar Angliya elchixonasi отказ berishi mumkin. Bu narsalarni inobatga olgan holatda keyingi vizaga topshirish paytimizda akamiz hujjatlarida moliyaviy barqarorligini to'liq ko'rsatib berdik, daromad manbalarini aniq keltirib berdik, avvalgi sayohatlari bo'yicha to'liq tushuntirish berdik va O'zbekistonga bog'lab turuvchi omillar bo'yicha har bittasi bo'yicha alohida ishlab turib, keyin bundan oldingi ikkita отказ bo'yicha juda kuchli cover letter yozib, akamizni Angliya vizalarini olib berdik. Ikkita откazdan keyin. Agar siz ham Angliya vizasidan отказ olgan bo'lsangiz, bundan oldin tayyorlagan hujjatlaringizda kamchilik va xatolarni qanday to'g'rilashni bilmayotgan bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Xatolaringizni to'g'rilab, viza olishingizga yordam beramiz.